Haqiqatan ham bir ajoyib bir zamonlar keldi-da, ajoyib bir zamonlar bo'lyapti. Qiziq gaplarni qidirib o'tirish shart emas, yoki kitob sitkilash shart emas. Hayotni kuzatsangiz, hamma qiziq gaplar hayotda o'zida. Mana masalan, oddiy narsa, mashinangizga o'tirib, benzin quyish uchun oyoqqa kirsangiz, ya'ni zapravkaga kirsangiz, boshlanadi. O'tiringizdan keladi. Aka marlo olmaysizmi ola? Mashina artishga olmaysizmi? Mana gubkalar bor, machalga. Machalga ham kerak emas. Buni tiq 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 qiladi. Bunday qarasang, jurnal ko'tarib turibdi bittasi. Pastga tushirib, "Что тебе надо?" desang, "У вас журналы интересуют?" Вот русские, зарубежные журналы есть, и наши свои есть. Нет, не интересует. Газета, программа. Нет, не нужен. Siz bir adam tiq 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 qiladi. Ha, siz aka sotvizga cho'pon kerak emasmi, odam? Qish kelib qoldi. Sovqat qolmadi.